Burningizda nima degdi? Et bor degdimi? Ha? Go'sht bor degdimi? Qayerda tekshirtirdingiz? Bitta obram doktorga boruvdi. Keyin shunga tekshirib turuvdi. Keyin burniga go'sht bor dedi. Bugun nechinchi kun sizga bugun? Bugun 3. 3-chi kun. Burun qanday bo'ldi tozalaganmi? Yaxshi. Yaxshimi? Nafas olishingiz yaxshimi? Endi sal-salgina balg'am kelyapti, ha? Ha, yaxshi. Hozir bitta moycha beradi. Ozgina endi biroz muolajalar sal qiynashi mumkin. Ya'ni achishtirishi mumkin. Chidasa bo'ladimi? Chidasa bo'ladimi? Mana. Choylarni ham ichyapsizmi? Yaxshi. Burningizga hidlasak, o'sha tamponlarni qo'yamiz. Sal achishtirsa chidab turasiz, xo'p? Assalomu alaykum aziz obunachilar. Ko'plab savollar tushyapti kommentariyada. Sizni Narpay tabobat davolash bo'limimizda qanaqa kasalliklarni davolanadi, qanday davolanadi, asab kasalliklari qanday davolanadi degan savollar kelib tushyapti. Men bu kasalliklarga umumiy javob berishga harakat qilaman. Misol uchun deylik, asab kasalliklarini bizlar umumiy tanani tozalash, ichakni, jigarni, o't qopini, taloqni, qonni suyultirish tabiiy usullar bilan davo qilinadi. Tabiiy usullar qanday? Birinchi navbatda ovqatlanish tartibini me'yorga qo'yamiz va shu bilan birgalikda ichaklarni tozalovchi sharbatlar, qonni suyultiruvchi sharbatlar, qistirib o't qopini tozalovchi malhamlar, miyadan yiringli suv oqizib miyada zardoblarni tozalovchi usullar, igna, ya'ni Xitoy terapiya bo'yicha ham zudlik hijoma qilish va chayon zahri malhamlari, asalari zahri malhamlari kabi usullar bilan davo qilinadi. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bizni ijtimoiy tarmoqlarda, Instagram, YouTube sahifalarida kuzatib borib, bizni layklar bilan yoki bo'lmasa kommentariyalar bilan qo'llab-quvvatlab turgan avvalo Alloh siz aziz insonlarga ming marta rahmat aytamiz. Bugungi mavzuyimiz, ya'ni bugungi kasalliklardan biri hozirgi kunda juda dolzarb masalalardan bo'ladigan gepatit A va B formalari kasalligi hisoblanadi, virusli gepatit kasalligi hisoblanadi. Bunga ajoyib choy aytaman. Buni asli chet davlatlarda pulga sotadi bu fikrni, bu choyni tarkibini. Lekin siz meni kuzatib yuradigan aziz insonlarga bu retseptni hozir aytaman. Va buni choy qilib damlab ichsangiz, 3 oy, 4 oy, 6 oygacha damlab ichasiz. Orada yana bir 10 kun dam olib, yana damlab ichasiz. Faqat buni damlash ichish davomida kerakli parhezlar bo'ladi. Juda o'ta kuchli ovqatlar, muzlik narsalar va xamirlik, o'tkir mahsulotlar yeyish mumkin emas. Avvalo e'tiborli bo'lish kerak ovqatlanish tartibiga. Va shu bilan birgalikda mana shu yig'ma choyimizni damlab, mazza qilib choy qilib ichib yursangiz, xudo xolasa bir sabab bo'ladi. Video davomida normalarni, tarkiblarini aytaman. Shuni choydan damlab olasiz. Mana bu sachratqi o'simligimiz hisoblanadi. Bu rus tilida tsikora deyiladi. Tikorium intybus deyiladi lotin tilida. Bundan maydalaysizda, juda mayda unday bo'lib ketmaydi. Bir osh qoshiq tekis qilib, katta qoshiqda tekis qilib olinadi. Va mana bu o'simligimiz dolchin deyiladi. Koritsa rus tilida koritsa deyiladi. Bundan shakar qoshiqcha, ya'ni chayni loshkada yarim choy qoshiq olinadi. Va mana bu o'simligimiz, ya'ni giyohimiz bu qora halila. Bundan yarim choy qoshiq olinadi, ya'ni chayni loshkada yarimicha olinadi. Hammasi 1 litrga solinadi va shu bilan birgalikda mana shu miqdorda zarchava olasiz. Zarchavani eshitgansiz. Ana shu 4 tala giyohimizni olib, 1 litrlik qaynab 1 litr idishga solasiz va mana shu miqdorda zarchavadan bundan sal kamroq olasiz. 1 litr idishga solib, 1 litr qaynab turgan suv solasizda, yaxshilab damlab qo'yasiz. Bir 20 minut, yarim soat damlangan turadi. Va shu damlamaga bir osh qoshiq asal solib, yaxshilab damlab qo'yib, ana shundan choy o'rnida faqatgina ovqatdan 1 soat qolganda to'xtatasiz. Ovqatdan 1 soat keyin ichasiz. Ovqat bilan aralashmaydi. Ovqat bilan faqat qaynagan suv, ya'ni kipitob ichiladi. Choy o'rnida ichib yursangiz, suvsaganda ichib yursangiz va yuqoridagi parhezlarga amal qilib 2-3 oy, 4 oy, 5 oygacha, 6 oygacha ichib yursangiz, keyin borib qon analiz topshiring. Xudo xolasa yaxshi natija bo'ladi. Agar bunda natija ola olmasangiz, biz Narpay tabobat davolash bo'limimizga murojaat qilsangiz, xudo xolasa bir sababchi bo'lsak ajab emas. Avvalo mana shu tarkibda ajoyib natija bo'ladi. Bu tajribamizdan o'tgan. Sariq kasalligi haqida eshitganmiz, ammo bunga nima sabablar olib keladi, bu haqida hozir ma'lumot berib o'taman. Sariq kasalligini 4 ta bosqichni sanab o'taman. Jigar bilirubini qayta ishlay olmasa, bunda qonda bilirubin ko'payib ketadi. Bunda viral gepatit, ya'ni gepatitning A, B, C, D, E formalarida, jigarning yog' bosishi, jigar sirrozida va jigar o'smalarida. Ikkinchi sababi
o't qopi, ya'ni o't yo'li dimlanib, u yerda g'ayritabiiy safro dimlanib qolsa, yaxshi safro tommasa, bu sababli ham sariq kasallik kelib chiqadi. Bunga nima sabablar bo'ladi? O't qopida tosh bo'lsa, o't yo'li toraygan bo'lsa yoki bukilgan bo'lsa, oshqozon osti bezi va o't qopi o'smalarida ham tanaga sariqlik yoyilib, sariq kasallik kelib chiqadi. Qon hujayralari tez parchalanishidan qizil qon tanachalari juda tez yemirilsa, qonda bilirubin ko'payib ketadi. Bunga qanday sabablar bo'ladi? Gemolitik kamqonlik, ayrim irsiy kasalliklar va ba'zi zaharlanishlar bunga olib keladi. Sariq kasalligining 4-sabablaridan biri yangi tug'ilgan chaqaloqlarda jigar faoliyati hali to'liq tiklanmagani sababli ularda fiziologik sariq kasalligi kuzatilishi mumkin. Sariq kasalligi qanday belgilar bo'ladi? Inson sariq kasal bo'lganda qanaqa belgilarni o'ziga namoyon qiladi? Birinchi sababi ko'z oqining sariqligi, ikkinchisi terining sariqligi, siydikning to'q jigar rangiga kirishi, axlatning ya'ni najasning oqligi, tanadagi holsizlik, o'ng qovurg'ani ostida ma'lum darajada tiqilishda og'irlik hosil bo'lishi kabi belgilar insonda sariqlik borligini, ya'ni sariq kasalligidan dalolat qiluvchi belgilar hisoblanadi. Yuqoridagi belgilar insonning tashqi holatidan, ya'ni a'zolardan olinadigan belgilar hisoblanadi. Endi zamonaviy tibbiyotda qanday aniqlash mumkin? Birinchidan, bilirubinga qon analizi topshiriladi. ALT, AST, GTT, ishqoriy fosfaza, gepatit markerlari jigar va o't qopini UZI qilish orqali sariq kasalligini, ya'ni jigarda yoki tanada sariqlik tarqalayotganligini aniqlash mumkin.